10-qism. Aytilgan gaplarni eshitib, tilim kalimaga kelmay qoldi. Men qozonning tagi teshilib qolganini boshqalarga qanday qilib aytaman deb xavotirlanib yotsam, ahvol bunaqasiga o'zgarib qolishi kimning xayoliga kelibdi deysiz? Rais yengilgina yelkamga urib shunday dedi: "Bu temirdan 3 ta bomba yasaymiz. Ularning barchasi Tayvan osmonida portlaydi", dedi g'ururlanib. Bittasini Chan Kayshining yotog'iga, yana birini oshxonasiga va 3-chisini og'ilxonasiga otamiz. Rais qo'li bilan ishora qilishi natijasida 10-12 kishi birdaniga hayajon bilan berilib dovul va qo'ng'iroqlarni chala boshlashdi. Yonimizdan o'tib ketgandan keyin rais ortiga qarab "Fuguyi" deb chaqirdi. "Bugun kechki oshxonada bug'da pishgan non yeymiz. Har birini bitta qo'zichoq go'shti bilan to'ldiramiz. Ichi to'la go'sht bo'ladi." Ular ketgandan so'ng Jashindan temir rostdan ham erigan edimi deb so'radim. Jashin boshini qimirlatib bilmasligini aytdi. Qozonning tagi teshilgach erigan bo'lsa kerak deb o'yladim. Agar Yuchinning ahmoqona suv qo'yish fikri bo'lmaganda, bugunga qadar allaqachon erigan bo'lar edi. Uyga borsak, Yuchin yig'lab o'tiribdi. Shunchalar qattiq yig'layotganidan yelkalari qimirlab ketyapti. "Echkilarimni so'yishdi" deb baqirdi u. "Ikkalasini ham o'ldirishdi." Yuchin bir necha kun xafa bo'lib yurdi. Har kun ertalab uyg'onar, biroq endi maktabga chopib borishiga hojat yo'q edi. Kulbaning oldida nima qilarini bilmay, u yoqdan bu yoqqa borib kelardi. Avvallari savatni ko'tarib ketib, o't o'rish bilan mashg'ul bo'lardi. Ovqat payti kelganida Jashin uni bir marta chaqirsa yetarli bo'lib qoldi. Darrov kelib ovqatini yeb oladigan bo'ldi. Keyin sumkasini olib uydan chiqar, og'ilxona oldida biroz kutar, so'ng maktabga qarab yo'l olardi. Qishloqdagi hamma qo'y-qo'zi va echkilar yeb tugatildi. Faqatgina 3 ta ho'kiz qoldi. Ular esa omochga qo'shish uchun kerak edi. Don-dun deganday oziq-ovqat ham tugay deb qolgan. Rais oziq-ovqat so'rab bir necha marta kommunaga borib keldi. Har safar yonida 10 ta yigit bilan qaytib kelardi. Ularning yelkalarida yuk ko'tarishga mo'ljallangan taxtalar bo'lardi. Ushbu 10 ta yigit har safar borishganida ulkan bir tog'ni ko'tarib kelishga tayyorlik ko'rinardi. Qaytayotganda ko'tarib keladigan narsalari esa faqat shu taxtalar bo'lardi. Ozroq guruch bo'lsa ham olib kelishmasdi. Rais oxirgi marta kommunadan qaytib kelganida bir xabar berdi. Ertadan boshlab oshxona yopiladi. Hamma shaharga borib, o'ziga qozon tovoq sotib olgani yaxshi. Har bir oila o'z ovqatini o'zi pishiradi endi. Bir paytlar raisning bir og'iz so'zi bilan hamma qozonlar parchalab sindirilgan edi. Endi yana uning bir og'iz so'zi bilan shahardan yangilarini sotib olib kelishga majbur edik. Oshxonada qolgan zaxira hammaga teng miqdorda tarqatildi. Bizning hissamizga to'g'ri kelgani 3 kunga yetardi xolos. Daladagi guruch bir oy ichida hosilga kirib, yetilib qolsa-ku yaxshi. Bir oy amallab yashashimiz kerak lekin. Dehqonlar dalaga ishlagani borishsa, bal to'plashardi. Men yetarlicha kuchli bo'lganim uchun 10 bal olardim. Agar Jashin kasal bo'lib qolmaganida 8 bal olgan bo'lardim. Biroq kasalligi tufayli yengil ishlarda ishlar va shu sababli unga 4 bal qo'yishardi. Yaxshiyam Feyxiya ulg'ayib qoldi. Boshqa ayollarga qaraganda ancha kuchli edi. Kunga 7 bal to'plardi. Jashin to'play olishi mumkin bo'lgan bahoning yarmini olayotganidan xafa bo'lardi. Bu holatga chiday olmasdi. Bir necha marta raisning yoniga borib, kasal bo'lishiga qaramasdan og'irroq ishlarda ham ishlay olishi mumkinligini aytdi. Haqiqatan ham ishlay olmaydigan holatga kelib qolsam, 4 baho berasiz, mayli dedi. Uning iltimosini ko'rib chiqqan rais, mayli, guruch boshoqlarini kessang bo'ladi deb ruxsat berdi. Jashin o'rog'ini olib, guruch dalasiga ketdi. Avvaliga juda jadal ishladi. Uning bu ishtiyoqini ko'rib, shahardagi shifokor tashxis qo'yishda adashgan bo'lsa kerak degan xayolga bordim. Shunday tezlik bilan biroz ishlagandan so'ng titroq tutdi. Qayta urishni boshlaganda harakatlari sustlashdi. Yoniga borib, hol-ahvol so'radim. Yuzini ter bosgandi. Menga qarab, "Ishingizni qilavering. Nega keldingiz bu yerga?" deb arazladi. Uning yoniga borishim odamlarning diqqatini jalb qiladi deb qo'rqardi. "O'zingni buncha qiynama" dedim. Jahli chiqib, "Boring, keting" deb javob berdi. Rozi bo'lib, ketishdan boshqa chorim qolmadi. Oradan biroz vaqt o'tib, o'tirgan yerdan gup etgan ovoz eshitildi. Bu ovoz menga umuman yoqmadi. U ishlayotgan tomonga qaradim. Jashin yerda cho'zilib yotardi. Xotinim tomonga qarab chopdim. U o'rnidan turishga harakat qilar, ammo oyoqlari o'ziga bo'ysunmasdi. Yiqilib tushganida o'roq boshiga jarohat yetkazgan, peshonasi tilinib qon oqayotgan edi. Zo'raki kulishga urinib menga qaradi.
Hech narsa demay uni quchoqlab yelkamga oldim. Qarshilik qilmadi. Biroq yarim yo'lga yetganimizda yig'lay boshladi. Fugui, bir o'zingiz hammasini eplay olasizmi? Ha deb javob berdim. Shundan keyin Jashin taslim bo'ldi. Olayotgan 4 balga xafa bo'lishiga qaramasdan, hech bo'lmaganda o'zini o'zi eplab yurgani uni quvontirardi. Jashinning kasalligidan keyin Feyxe uchun mashaqqatli paytlar boshlandi. Avvalgidek dalada mehnat qilar. Bundan tashqari, uy ishlari ham uning zimmasiga yuklandi. Qizimiz yosh va kuchli edi. Oqshom tushgach, uni ham charchoq yengardi. Biroz dam olgach, kuchini qayta to'plardi. Yuchin kulba oldidagi kichik yerda ekin-tikin qilishga yordamlasha boshladi. Bir kuni qorong'u tushgach, daladan uyga qaytayotgan edim. Yuchin hovlidan menga qarab baqirdi. Uning yoniga bordim. Belkuragiga suyanib olgan, boshini egib, bir qancha so'z o'rgandim dedi. Yaxshi. Boshini ko'tarib menga qaradi. Bir umrga yetadigan darajada ko'p dedi. Bu bolakay rostdan ham juda katta gapiryapti deb o'yladim. Nima haqida gapirayotganiga ko'p ham e'tibor bermay, xuddi shunday davom et dedim. Ana o'shandan keyin u o'z fikrini aytdi. Endi o'qimoqchi emasman. Bu gapni eshitishim bilanoq yuzim boshqacha tus oldi. Bu haqda o'ylama ham dedim, jerkib. Yuchin o'qishni tashlash haqida aslida men ham avval o'ylagandim. Biroq Jashinning qistovi bilan bu fikrdan voz kechgan edim. Agar Yuchin maktabga borishni to'xtatsa, Jashin buning sababini o'zining kasalligi bilan bog'liq ekanligi haqida o'ylashi aniq. Yuchinga po'pisa qilib, agar darslaringni qoldiradigan bo'lsang, kallangni uzaman dedim. Shunday deganim uchun ichimdan biroz pushaymonlik hissi o'tdi. Yuchin o'qishni oilasi uchun to'xtatmoqchi bo'ldi. 12 yoshda bo'lsa ham juda ta'sirchan bola edi. Bu holat meni ham hayajonga soldi. Bezovtalandim. Unga jahl bilan gapirganimda yoki do'q po'pisa qilganimda ehtiyotkorroq bo'lishim kerakligini angladim. O'sha kuni shaharchaga o'tin sotish maqsadida borgan edim. Uyga qaytishda Yuchin uchun 5 fenlik shirinlik oldim. Fen Xitoy pul birligi, yuanning 100 dan biri. O'g'limga ilk marta biror narsa sotib olishim edi. Yuchinga nisbatan o'z iliq munosabatimni, uni yaxshi ko'rishimni ko'rsatishim kerak deb o'yladim. Yelkamda yuk ko'tarish uchun mo'ljallangan taxta bilan Yuchinning maktabiga bordim. Maktab ikkita binodan tashkil topgan edi. Bolalar yod olganlarini takrorlashayotgandi. Birinchi binoning yoniga yaqinlashganimda Yuchinga ko'zim tushdi. U eng oxirgi sinfxonada o'tirardi. Muallima bolalarga nimalarnidir tushuntirayotgan edi. Deraza oldida kutdim va Yuchinni kuzatdim. Ammo birdan asabim qo'zib ketdi. O'g'lim darsga quloq solmasdan oldingi partada o'tirgan bolaga nimanidir uloqtirayotgan edi. Biz uning o'qishi uchun Feyxani notanish odamlarga bergandik. Hatto mana shu bola o'qisin deb onasi kasal holda ishlayapti. O'qishini tashlashini istamagan edik. Holbuki u maktabga o'yin o'ynash va vaqtini behuda o'tkazish uchun kelar ekan. Shunchalar jahlim chiqdiki, miyamga biron bir to'g'ri fikr kelmadi. Qo'limdagi narsalarni yerga qo'ydim. Sinfga kirib borib, o'g'limning yuziga bir tarsaki tushirdim. Shapaloq tushganidan keyingina meni ko'rdi. Qo'rqib ketganidan o'takasi yorilay dedi. Betoq qarab qoldi. Meni shunga majbur qilyapsan deb baqirdim unga. Baqirig'imdan so'ng Yuchin qo'rquvdan dir-dir titray boshladi. Keyin yana bir marta tarsaki tortib yubordim. O'zini mendan olib qochdi. Shu payt muallima yugurib keldi. Siz kim bo'lasiz? Bu joy maktab, katta xolangizning uyi emas, dedi do'q urib. Otasi bo'laman deb javob berdim. O'zimni tuta olmaganimdan ovozim ham juda baland chiqardi. O'qituvchining ham jahli chiqib ketdi. Qanaqa otasiz o'zi? Dedi dag'allik bilan. Darhol bu yerdan chiqib keting. Otidan ko'ra ko'proq fashistga o'xshaysiz, millatchiga o'xshaysiz. Fashistning ma'nosini tushunmadim, ammo millatchi nima ekanligini bilardim. Meni rasman haqorat qilayotganini tushundim. Yuchin nima sababdan darslarga e'tiborsiz ekanligini angladim. Odamlarni haqorat qila oladigan muallimaning qo'lida tahsil olayotgan edi axir. Siz millatchisiz, men emas dedim unga. Oldinroq juda ko'p millatchilarni ko'rganman. Siz o'shalarga juda o'xshaysiz, dedim g'azablanib. O'qituvchining og'zi ochilib qoldi. Menga javob berish o'rniga yig'lay boshladi. Yon sinflardagi o'qituvchilar kelib, meni chiqarib yuborishdi. Tashqarida atrofimni o'rab olib, meni so'roq qila boshlashdi. Ular aytayotgan bironta gapga tushunmadim. Keyin shu maktabning direktori kelib, nega Yuchinning yuziga tarsaki tortganimni so'radi. Unga ahvolimizni bir-bir tushuntirib berdim. Yuchinni o'qitish uchun opasini boshqa bir oilaga berganimizni,
Onasi kasal holi bilan o'g'li o'qishi uchun ishlayotganini aytdim. Mudira ayol menga quloq solgandan keyin boshqa o'qituvchilarga qarab, "Tinch qo'yinglar, keta qolsin" dedi. Narsalarimni olib, endi ketaman deb atrofga qarasam, derazalardan qiziquvchan kallalar ko'zlarini menga loq qilib qarab turardi. Bu safar Yuchinning ko'nglini chindan ham yomon og'ritgan edim. Yuchin kaltak yegani uchun emas, balki o'quvchilar va o'qituvchilar orasida uning obro'yini tushirib, xo'rlaganim uchun mendan xafa bo'lgan edi. Uyga qaytib kelganimda hali ham g'azabim bosilmagan edi. Bo'lib o'tgan voqeani Jashinga aytib berdim. Eshitgach, hamma ayb menda ekanligini aytdi. Yuchin bundan keyin maktabda odamlarning yuziga qanday qilib qaraydi, deb men bilan tortishdi. Uning fikrini eshitib, bu safar oshirib yuborganimni anglab yetdim. O'zimni sharmanda qilganim yetmaganday, o'g'limning ham sha'nini yer bilan bitta qilgan edim. O'sha kuni tushlik payti Yuchin uyga kelganida uni yonimga chaqirdim. Qayrilib ham qaramadi. Kitoblarni uyga qo'ydi va tashqariga chiqib ketishga chog'landi. Jashin chaqirganida to'xtadi. Yuchin onasining yoniga keldi. Yig'layotgani sabab yelkalari titrardi. Deyarli bir oy ahvol shunday davom etdi. Unga biror narsa desam, darhol aytganimni qilar, ammo men bilan umuman gaplashmas edi. O'g'lim mening asabimni buzadigan hech narsa qilmas edi. Shu sababli jahlim chiqishiga bahona ham topilmasdi. Hozir o'ylab qarasam, juda oshirib yuborgan ekanman. Qattiq xafa qilibman uni. Baxtimga hali yosh bola. Oradan biroz vaqt o'tgach, menga nisbatan munosabati biroz iliqlashgandek bo'ldi. Ba'zida meni ko'rmayapti deb o'ylab, ko'z qiri bilan qarab qo'yardi. Shuncha uzoq payt gaplashmagandan keyin birdan gaplashib ketishga tortinayotganini sezardim. Mening ham shoshadigan joyim yo'q. Nima bo'lganda ham bir kun albatta gapiradi. Qishloqdagi oshxona yopilgandan keyin yeydigan hech vaqo qolmadi. Hayot kun sayin qiyinlashib borardi. Uyda sotish mumkin bo'lgan hamma narsani sotib, bitta qo'zichoq olishga qaror qildim. Inson uchun eng yaxshisi qo'y qo'zilardir. Yerga ham o'g'it bo'ladi, bahorda junini sotsa bo'ladi. Ammo birinchi navbatda bu qo'zichoq Yuchin uchun edi. Yuchinga deb bitta qo'zi sotib olsam, kim biladi qanchalar xursand bo'ladi. Bu haqda rafiqam bilan gaplashganimda fikrim unga ma'qul keldi. Darrov sotib oling dedi. O'sha kuni tushdan keyin tishimning orasida saqlab yurgan pulimni olib, shaharga yo'l oldim. Guanfu ko'prigining g'arbiy tomonidan bitta qo'zichoq sotib oldim. Yuchin maktabdan qaytadigan yo'limning ustida edi. Avval maktabga borib, Yuchinni xursand qilgim keldi, lekin darhol bu fikrdan voz kechdim. U yerga oxirgi marta borganimda hammasi yomonlik bilan tugagan edi. Yuchinni yana bir marta noqulay vaziyatga solib qo'yishni istamadim. Kichkinagina qo'zichoq bilan qishloqqa qarab yura boshlagan edik hamki, ortimdan birov men tomonga qarab chopib kelayotganini sezdim. Kim ekan deb ortga o'girildim. Yuchin menga qarab, "Otajon" deb kelardi. To'xtadim. O'g'limning yuzlari qip-qizil bo'lib ketgan edi. Qo'zichoqni ko'rishi bilan men bilan gaplashmaslik qasamini buzdi. Nafasi tiqilib, "Otajon, buni men uchun oldingizmi?" deb so'radi. Kulib, boshimni qimirlatib qo'ydim. Qo'zichoqning tizginini uning qo'liga tutqazdim. "Qani olchi." Yuchin qo'zichoqning bo'ynidagi arqonchadan tutib, uni quchog'iga oldi va bir necha qadam tashladi. Keyin yana yerga qo'ydi. Orqa yog'idan tutib, u uchun yerga tizzalab o'tirdi. Keyin menga qarab, "Otajon, bu urg'ochi ekan" dedi. Qah-qah otib kuldim va qo'limni uning yelkasiga qo'ydim. Yelkasi juda kichik va nimjon edi. Sababini bila olmadim. Lekin qo'lim uning yelkasiga tekkanida ichimni tushunib bo'lmaydigan huzn egallab oldi. Uyga qarab borar ekanmiz, "Yuchin, o'g'lim, endi katta bo'lyapsan. Otang endi seni kaltaklamaydi. Mabodo shunday holat ro'y bergan taqdirda ham ishonaver, bu boshqa birovlarning oldida bo'lmaydi" dedim. Gapimni tugatib, Yuchinga qaradim. Uzoq-uzoqlarga tikilardi. Aslida mening so'zlarim uni xijolat qilib ulgurgan ekan. Endi uyimizda qo'zichog'imiz borligiga qaraganda, Yuchin yana uydan maktabga chopib borib kelishiga to'g'ri kelardi. Qo'zichoq boqish bilan birga uyimizning yonidagi kichkina tomorqa ishlarini ham bajarish kerak. Bunday tinimsiz harakatlar uni muvaffaqiyat tomon yetaklashi umuman xayolimga kelmagan ekan. Yuchinning maktabida yengil atletika bo'yicha musobaqa uyushtirilgan kuni shaharchaga sabzavot sotish uchun borgan edim. Yukni sotib bo'lib, uyga ketishga tayyorlanayotgan edim hamki, yo'l chetidagi olomonga ko'zim tushib qoldi. Nimalar bo'lyapti degan ma'noda so'rab bilsam,
Shahar atrofida 10 marta aylanib yugurish bo'yicha bolalar musobaqasi tashkil qilinayotgan ekan. O'sha yili Yuchin 4-sinfda o'qirdi. Shaharda birinchi marta yengil atletika bo'yicha musobaqa tashkil qilinayotgandi va bu turnirda boshlang'ich va o'rta maktab bolalari birga kuch sinashayotgan edilar. Qo'limdagi yuklarimni yerga qo'ydim. Yuchin ham qatnashayotganmikan deb u yerga yaqinlashdim. Birozdan keyin Yuchinning bo'yi qatori bir guruh bolalar ko'zga tashlandi. Yugurib borar ekan, boshi bir pastga tushib, yana yuqoriga ko'tarilayotgan bir bolaga ko'zim tushdi. Boshqa ikkita bola boshlari pastga egilgan holatda kurashishardi. Ular biror natijaga erisha olishmasa kerak deb o'yladim. Bolalar yugurib o'tib ketishgandan keyin Yuchinni ko'rdim. Poyabzali qo'lida chopib borardi. Oyoq yalang, bor kuchi bilan yugurmoqda edi. Uning orqada chopib borayotganini ko'rib, g'olib bo'lish qiyin, meni uyaltirib qo'ysa kerak deya o'yladim. Biroq atrofdagi hamma uni olqishlamoqda edi. Hayron bo'lib, yana bir necha bolaning chopishini tomosha qilib turdim. Ular o'rta maktabning o'quvchilari edi. Shu ham musobaqa bo'ldimi degan xayol bilan yonimda turgan odamdan qanday qilib katta bolalar kichiklardan ortda chopib boryapti deb so'radim. Bu chopayotgan bolalar qolganlarini bir-ikki aylana ortda qoldirib ketishdi deb javob berdi notanish odam. Bu odam Yuchinni nazarda tutdimi? O'sha payt his etgan hayajonimni so'z bilan ifodalashning imkoni yo'q. O'zidan 4-5 yosh katta bolalar Yuchindan bir necha aylana orqada qolishgan edi. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. O'g'lim qo'lida ko'shlarini tutib, oyoq yalang, yuzlari qizarib ketganicha 10 ta aylanani birinchi bo'lib tugatdi. Musobaqa tugagandan keyin ham o'zini tetik his etar, xuddi umuman chopmagandek nafas olib turardi. Yalang oyoqlarini shimining pochasiga artib tozaladi. Bo'zdan tikilgan oyoq kiyimini kiydi. Qo'llarini ortiga qilib olib, o'zidan katta bolalarni kuzata boshladi. Xursand bo'lib, Yuchin deb uni chaqirdim. Qo'limdagi yuklarim bilan u tomonga yugurdim. Hamma uning otasi ekanligimni bilishini xohlardim. Yuchin meni ko'rib bezovta bo'ldi. Orqasidagi qo'llarini yoniga tushirdi. Boshini siladim va baland ovozda, "Ey, yasha bolam, sen bilan faxrlanaman" dedim. Yuchin baland ovozda gapirganimni fahmlagach, sinfidagi o'quvchilar unga qarayaptimi degan maqsadda yon atrofiga qaradi. O'sha paytda bir semiz odam uning ismini aytib chaqirib qoldi. "Hu Yuchin!" O'g'lim ortiga o'girilib, o'sha odamning yoniga yugurib ketdi. Menga e'tibor ham bermadi. Bir necha qadam tashlagandan keyin orqasiga qarab, "O'qituvchim chaqiryapti" dedi. Fikrimcha, uyga borgandan keyin bu ishiga jazolansam kerak deb o'ylagan bo'lsa, ajabmas. Unga qo'limni siltadim va boraverishini aytdim. O'sha semiz odam rostdan ham juda barzang edi. Qo'llarini o'g'limning boshiga qo'yganida uning yuzi ko'rinmay qoldi. Xuddi Yuchinning yelkasidan katta qo'l o'sib chiqqanga o'xshardi. Bir-biriga kulib qarashib, kichikroq baqqol do'koni tomonga qarab ketishdi. O'sha odam Yuchinni shirinlik bilan siyladi. Yuchin konfetlarni ikkala qo'li bilan olib, cho'ntaklarini to'ldirdi. O'ng qo'lini cho'ntagidan chiqarmadi. Shu tarzda ularni his etib tura olardi. Mening yonimga qaytib kelganida quvonchdan ko'zlari porlab turardi. O'sha kuni kechasi undan semiz odamning kim ekanligini so'radim. "Jismoniy tarbiya muallimimiz" deb javob berdi. "Xuddi otangdek tutarkan o'zni" dedim. Yuchin o'sha odam olib bergan shirinliklarni yotog'ining ostiga qo'ydi. Ularni uchga bo'ldi. Biroz muddat qarab turgandan keyin ikkita qismidan bittadan oldi va o'ziga eng yaqin turgan uyumga qo'shib qo'ydi. Bir qismini Fenxaga va boshqasini onasiga berishini bilib turardim. Menga bermasligi aniq edi. Konfetlarni yana qaytadan birlashtirib, 4 qismga bo'lishni o'ylamabman. Ularni shu tarzda qayta-qayta uyumlarga ajratdi va nihoyat yana 3 ta qismga bo'lindi. Oradan bir necha kun o'tib, Yuchin uyga o'sha jismoniy tarbiya o'qituvchisi bilan birga kirib keldi. Muallim Yuchinni maqtashdan to'xtamas edi. Katta bo'lganida eng yaxshi sportchilardan biriga aylanishi va chetga chiqib boshqa xorijlik sportchilar bilan kurashishini aytardi. Eshikdan kiraverishda o'tirgan Yuchinning yuzi xursandchilik va hayajondan terlab ketgan edi. O'qituvchining yonida biror narsa deyish nojoiz bo'lar deb o'yladim. U ketgandan keyin o'g'limni yonimga chorladim. Uning ko'zlari porlab turardi. Uni maqtasam kerak deb kutayotgan Yuchin mendan quyidagi so'zlarni eshitishi bilan hafsalasi pir bo'ldi. "Onangni, opangni va meni juda xursand qilding. Biz quvondik. Ammo men hayotda hech kimning
Yugurish orqali biron bir natijaga erishganini shu yoshga kirib eshitmadim. Biz seni maktabga o'qib ta'lim ol, o'z ustingda ishla degan maqsadda yuborganmiz. Yugurishni o'rganishing uchun emas. Yugurish sen uchun o'rganilishi kerak bo'lgan narsa emas. Tovuqlar ham yugura oladi, bilasan dedim. Yochin boshini egib, o'rog'ini, savatini olish uchun burchakka qarab yurdi. Gaplarimni unutma bolam, xo'pmi? Deb qo'shib qo'ydim. Eshikka yonalar ekan, menga teskari qarab turib bosh irg'adi va chiqib ketdi.